Assalomu alaykum. Bu Mustaqil Ish Jumaboyev. Bobur tomonidan tayyorlandi. Mavzu kompyuter viruslari va viruslardan himoyalanish usullari reja bir virus turlarini va ularning ta'sirini tushuntirish 2,10 Viruslardan himoyalanish uchun asosiy usullar va amaliy tavsiyalar 3 haqiqiy misollar va viruslarga qarshi kurash strategiyalari, virus turlari va ularning ta'siri, viruslarning asosiy turlari kompyuter viruslari, trojanlar, wormlar, spivary va advary. Har bir turi tizimga zarar, ma'lumotlarni o'g'irlash va sekinlashtirishga olib keladi. Trojanlar dastur sifatida yashirin zararli faoliyat yuritadi. Ular tizimga kirib, ma'lumotlarni o'g'iradi yoki zarar yetkazadi. Shuningdek, boshqa viruslarni tarqatadi. Viruslar elektron pochta, internetdan yuklab olish va tashqi qurilmalardan tarqaladi. Ular kompyuter xavfsizligiga tahdid soladi. Antivirus dasturlaridan foydalanish va ehtiyotkorlik bilan ishlash viruslardan himoyalanishning muhim usullari hisoblanadi. Viruslarning tarqalish usullari viruslar internet, qurilmalar va tarmoq orqali keng tarqaladi. Ular foydalanuvchilarni aldash orqali ham tarqalishi mumkin. Masalan, phishing xabarlar yoki zararli havolalar bilan. Viruslardan himoyalanish uchun antivirus dasturlarini yangilab turish, ehtiyotkorlik bilan fayl va havolalarni ochish va xavfsiz tarmoq sozlamalarini qo'llash muhim. Bu choralar viruslarning keng tarqalishini oldini oladi. Viruslarning ta'siri va xavflari viruslar kompyuter tizimlariga jiddiy zarar keltiradi. Ma'lumotlarni yo'qotish va tizimning ishdan chiqishiga olib keladi. Foydalanuvchilar uchun xavf shaxsiy ma'lumotlarning o'g'irlanishi va moliyaviy zarar. Zararli dasturlar, masalan, ransomware va trojanlar, viruslar orqali tarqaladi. Ular tizim xavfsizligini tahdid qiladi. Viruslar va ularning oldini olish viruslarni oldini olish uchun asosiy usullar antivirus dasturlari, tizim yangilanishlari va ehtiyotkorlik. Bu usullar kompyuter xavfsizligini ta'minlaydi. Foydalanuvchilarga tavsiyalar shubhali havolalardan saqlanish va xavfsiz internet foydalanish bu viruslarning tarqalishini kamaytiradi. Viruslardan himoyalanishda muhim qadamlar antivirus dasturlarini yangilash, xavfsizlik sozlamalarini kuchaytirish va ehtiyotkorlik bilan internetda harakat qilish bu himoyani oshiradi. Xavfsizlikni ta'minlash uchun muntazam tizim yangilanishlari va ehtiyotkorlik bilan foydalanish muhimdir. Bu viruslardan saqlanishda asosiy omil hisoblanadi. Viruslardan himoyalanish usullari antivirus dasturlari zararli dasturlarni aniqlash va tozalashda muhim rol o'ynaydi. Ular viruslarni bloklaydi va tizimni xavfsiz holatda saqlashga yordam beradi. Dasturiy ta'minot va operatsion tizimlarni muntazam yangilash yangi xavf-xatarlarga qarshi himoyani kuchaytiradi. Internetda xavfsiz brauzerlar va shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish usullari muhimdir. Antivirus dasturlari zararli dasturlarni aniqlash va yo'q qilishda muhim rol o'ynaydi. To'g'ri antivirusni tanlashda samaradorlik, qulaylik va tizim resurslariga ta'sirini hisobga olish kerak. Ular muntazam yangilanishi bilan yangi viruslarga qarshi himoyani ta'minlaydi va spam bloklash, brauzer xavfsizligini oshirish kabi qo'shimcha funksiyalarni ham taqdim etadi. Internet xavfsizligi va himoya usullari xavfsiz brauzerlar tanlang. Shaxsiy ma'lumotlarni shifrlash va himoyalash uchun parol va ikki vaqtli autentifikatsiya qo'llang. Phishing hujumlariga qarshi ehtiyot bo'ling. Tanimagan havolalarga bosmang. VPN va xavfsizlik vositalari yordamida onlayn faoliyatingizni himoya qiling. Foydalanuvchi xatti-harakatlari va xavfsiz parollar kuchli parol yaratish qoidalariga amal qilish. Masalan, uzun harf, raqam va maxsus belgilarni o'z ichiga olgan parollar tavsiya etiladi. Parolni boshqarish dasturlari LastPass yoki Dashlane kabi ilovalar yordamida parollarni xavfsiz va tartibli saqlash mumkin. Bu dasturlar parollarini avtomatik to'ldirish imkonini beradi. Shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish, ijtimoiy tarmoqlarda shaxsiy ma'lumotlarni oshkora bermaslik va maxfiylik sozlamalariga e'tibor qaratish muhim. Masalan, telefon raqami yoki joylashuv ma'lumotlarini oshkor qilishdan saqlanish, foydalanuvchi xatti-harakatlarining ahamiyati ehtiyotkorlik bilan internetdan foydalanish va xavfsizlik qoidalariga amal qilish xavfsizlikni ta'minlaydi. Foydalanuvchi o'zining onlayn xavfsizligini ta'minlashda asosiy rol o'ynaydi. HTTP misollari viruslar va ularning ta'siri 2017 yilda tarqalgan va Nasr virusini misol qilib keltirish mumkin.
Bu virus kompyuterlarni shifrlash va tizimlarni buzish orqali katta zarar keltirdi. Har yili millionlab kompyuter viruslarga qarshi kurashadi va zarar ko'radi. Bu misollar viruslarning xavfini va ta'sirini aniq ko'rsatadi. Viruslarga qarshi kurash strategiyalari: viruslarga qarshi kurashda antivirus dasturlari, xavfsizlik protokollari va foydalanuvchi xatti-harakatlarini nazorat qilish muhim. Har bir usulning afzalliklari va kamchiliklari bor. Masalan, antiviruslar viruslarni samarali aniqlasa-da, yangi tahdidlarga qarshi sekin javob berishi mumkin. Strategiyalarni ehtiyotkorlik bilan amalga oshirish va ularni birlashtirish muhim. Masalan, antivirus va xavfsizlik protokollarini qo'shish natijasida samaradorlik oshadi. Misollar yordamida bu usullarning muvaffaqiyatini ko'rsatish mumkin. Viruslardan himoyalanishda innovatsion yondashuvlar, zamonaviy texnologiyalar, masalan, sun'iy intellekt va blockchain viruslarga qarshi kurashda yangi imkoniyatlar yaratmoqda. Bu usullar viruslarning tarqalishini aniqlash va oldini olishda samarali yordam beradi. Foydalanuvchilar uchun yangi himoya usullari, masalan, biometrik autentifikatsiya va shifrlash texnologiyalari xavfsizlikni oshirishga qaratilgan. Innovatsion yondashuvlar viruslarga qarshi kurashda qurollarni kengaytiradi. Viruslarga qarshi kurashda jamoatchilikning roli jamoatchilik viruslarga qarshi kurashda muhim o'rin tutadi. Ular profilaktika va xabardorlikni oshirishda faol ishtirok etadi. Ta'lim va axborot kampaniyalari orqali odamlar viruslarning xavfi va himoyalanish usullari haqida bilimi kengayadi. Bu viruslarning tarqalishini kamaytiradi. Jamoatchilik tashabbuslari, masalan, sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish va gigiyena qoidalariga amal qilish muvaffaqiyatli oldini olishga yordam beradi. Viruslarga qarshi kurashda jamoatchilikning ishtiroki muhim. Ular profilaktika choralarini qo'llashda va viruslarga qarshi kurashda davlat va mutaxassislar bilan hamkorlik qiladi. Xulosa: virus turlari va ularning zararli ta'siri haqida qisqacha xulosa berildi. Ular tarqalish usullari va xavf-xatarlarni kamaytirish usullari muhokama qilindi. Himoya uchun antivirus dasturlari, tizim yangilanishlari va xavfsiz internet foydalanish zarur. Zamonaviy texnologiyalar va jamoatchilik roli viruslarga qarshi kurashda muhim ahamiyatga ega. Tavsiyalar: ehtiyotkorlik, xavfsiz parollar va onlayn muhitda ehtiyotkorlikni oshirish muhim foydalanilgan adabiyotlar.